Yurma xo'p, lekin chiroyli joylarga suvlar stop. Kichkina orolchada jetil nima qilyapti? Bro, bu yerda nima qilyapsan? Qo'y, jetil, nega sen bunaqa joyda bir o'zing o'tiribsan? Kichkinagina orolchada. Bu yoqqa qanaqa kelib qolding? Bir boshdan menga aytib berchi. Men juda qiziqayman bu yerda qanaqa qilib kelib qolganingga. Jamol uyida o'z ishlarini qilayotgan edi va birdaniga eshik taqillab qoldi. Eshikni ochganida esa bir xarita turgan edi. Jamol xarita belgilangan joyda xazina bor deb o'ylab, belgilangan joyga sirazi ketdi. Jamol tog'u dashtlarni kechib, to'fonlardan o'tib, o'z manziliga yetib keldi deya olmayman-u, lekin qanaqadir orolchaga kelib qoldi. Va territoriyani ola olmay adashib qoldi. Eshitdim. Juda katta hikoya ekan, uxlab qolaman. Sen bega adashib qoldingmi? Bega atang kelib qoldingmi? Korotchi, bu meni ish emas. O'zingni eplab ketarsan. Davay, gaplashamiz. Qanaqadir ovoz chiqdimi? Jetil, nima deysan? Nima, men senga endi yordam berishim kerakmi bu yerda? Nima? Mayli, men seni bu azoblardan qutqaraman. Xo'p, mayli, ko'ndirding. Men senga yordam beraman. Ko'p quvonma, keyinchalik pushaymon yeysan. Bu orolchada sen 2 kunga bormay o'lib ketasan, chunki bu yerda ovqat yo'q. Lekin ana bu yerda ham orolcha bor. U yerni ham bir tekshirib ko'rish kerak. Lekin u yerga sen borasan, tushunarlimi? Nima? Men hamma ishini men qilib berishim kerakmi? Unda sen nima qilasan? Bitta suzib borsang bo'ldi-ku o'sha yerga. Go! Axir suzishni bilsang kerak. Evet, tezlash. Xo'sh, endi hamma narsani men qilib bersam, o'zing nima qilasan? Betayin. What the fuck? Suzishni bilmayman desa bo'lardi-yu. Yana kiyimimni qo'l qilaman. No mayli. Nay. Iya? Yo, asu, boleh angkat sport lagi tapi kasinolar boshqa tarqatib joylarda o'zim adresalar boy ketdi. Men Italiyadagi sirklar hospitalga sessiyadan o'tgan va 3 million so'mga katta bonus oldim. O'yinlar qonuniylashtirilgan. Adabay bo'laman, ruxsat beringlar, uyga kerak. Xotinga yangilikni aytay. Xotin kommentariyadagi silkaga kirgandim, 3 million so'm yutib oldim. Nima ekansan, ne o'g'irsan, qo'y qo'ysam ekana, yurmadi. Sen mana shu yerda kutib tur. Men u orolga borib kelaman. Qani ko'ramiz u yerda nima bor ekan yeyishga. Sen o'zingni ovora qilyapsan, chunki sen cho'kib o'lib ketasan. Xo'p, ko'raylik, o'zi kecham bo'lyapti. U yerda nima bor? What? Sigirma? Yo, bola, mana bu katta o'lja. Yeah, baby. Yo, Jamol, sen uchun ikkita sigir olib kelyapman. Xo'p, buni qayerga qo'ysam ekana? Yo, Jamol, mana ikkita sigirni ham shu yerga olib keldim. Yo, nima? Cho'g'mi? Garay, to'xta. Bularni hozir so'ysa keyin nima yeymiz? Ozgina yeyin ishlat. Mana bu kallaning ichida nimadir bormi o'zi? Bularni ko'paytirib keyin yeymiz. Agarda hozir bularni yesa keyin nima yeymiz? Yo, Jamol, arazlama. Xo'sh, mana, okey, tayyor. Bolalar, sizlarga gapim bor, tezroq kelinglar. Yo, Jamol, akrobat. Sen ko'rishda hech kim xafa bo'lmasligi uchun biz buni ovozga qo'yamiz. Ya'ni sigirlarni hozir yeymizmi yoki yemaymiz? Agarda sigirlarni keyinchalik ko'paytirib keyinmiz, sizlar qizil zonaga o'tinglar. Yo, hozir yemaslik uchun ikkita ovoz va 2 ga 1 bo'ladi. Va men ovozda men ham ishtirok etaman. Agarda sigirlarni hozir yeb keyin yemaymiz, yashil zonaga o'tinglar. Yo, Jamol, uylab ko'r, sigirlarni keyin yemasligimiz mumkin. Xo'p, men hozir yashil zonaga o'tsam, hozir sigirlarni yeb keyinchalik yemaymiz. Qizil zonaga o'tsam, keyinchalik yeb ko'paytirib har doim yeymiz. Men qizil zonaga o'taman. Yo, Jamol, men o'yinni shartini bittasini senga aytmagandim. Yutqazgan odam o'ladi. Mana, okey, mana shu yerda o'tiringlar. Bo'lmasam bilasizlar nima qilishimni. Okey, normalniy bo'lsa, chidasa bo'ladi. Xo'p, Jamol, senda bitta gapim bor. Biz endi bu orolchada yashab qolamiz. Endi bizga bu yerda ikkita uy kerak.